Bugungi darsimiz iqtiboslik, ya'ni parafraza. Ilmiy tadqiqot, yangi bilimlarni ishlab chiqish jarayoni, bilish faoliyati turlaridan biri. Unga obyektivlik, ishonchlilik, aniqlik xos. Ilmiy tadqiqot hamma shartlarga amal qilib takrorlanganda hamisha birdek natija berishi, bahs etilayotgan masalani isbotlashi lozim. Ilmiy tadqiqot bir-biri bilan bog'langan ikki qutb tajriba va nazariyadan iborat. Ilmiy tadqiqot mavzusiga qo'yiladigan talablar ko'pincha mavzuni tanlash tadqiqotni olib borishdan ko'ra murakkabroqdir. Ilmiy tadqiqot mavzusiga bir qator talablar qo'yiladi. Birinchisi, mavzu dolzarb bo'lishi, hozirgi paytda hal etishni talab qilishi zarur. Mavzu yangi ilmiy masalani hal etishi va ilmiy yangilik tavsifiga ega bo'lishi kerak. Ilmiy mavzu fan tarmog'ini rivojlantirishga yoki iqtisodiy samaradorlikka qaratilgan bo'lishi kerak. Tarkibiy qismlar. Kirish bunda tanlangan mavzuning dolzarbligi belgilanadi. Asosiy qism muallif tomonidan rejalangan fikr, muammo yoki yangilik bayon qilinadi. Xulosa. Mavzu yuzasidan muallifning xulosalari, tavsiyalari beriladi. Kirish. Mavzuning dolzarbligi, tadqiqot obyekti, tadqiqotning predmeti, tadqiqotning maqsadi, tadqiqotning vazifalari. Ilmiy yangiligi. Mavzuning o'rganilganlik darajasi, tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati, ishning tuzilishi va umumiy hajmi. Iqtiboslik nima? Iqtibos arabcha ziyo olmoq, sitata. Biror asardan so'zma-so'z olingan parcha. Iqtibos bayon qilinayotgan fikrni ishonchli fikr bilan quvvatlash, muayyan fikrni tanqid qilish uchun hamda muhim faktik material, misol sifatida qo'llaniladi. Iqtibos asosan ilmiy, ko'pincha gumanitar va rasmiy nutqda ishlatiladi hamda qo'shtirnoq bilan belgilanadi yoki alohida harf bilan yoziladi. Shuningdek, manbaga havola qilinadi. Bunday ko'chirmalar foydalanuvchining fikri bilan qiyoslanganda uning mohiyatini to'g'ri tushunish imkonini beradi. Tasviriy parafraza nima? Tasviriy ifoda, ya'ni parafraza, narsa buyumning nomini aniq atamay, uni tasvirlab anglatadigan so'z birikmasi tasviriy ifoda yoki parafraza deyiladi. Qushlar, ya'ni qanotli do'stlar, fazogirlar, samo lochinlari, makkajo'xori, dala malikasi, paxta, oq oltin, rassomlar, mo'yqalam sohiblari. Tasviriy ifodalar narsa va hodisalarning ikkinchi nomi hisoblanadi. Parafraza, havola, fikr, mulohaza va shu kabilar haqida ma'lumot uchun biror manbaga qarashga undash, shu manbani ko'rsatish. Iqtibos arabcha ziyo olmoq, sitata. Biror nasardan so'zma-so'z olingan parcha. Bayon qilinayotgan fikrni ishonchli fikr bilan quvvatlash, muayyan fikrni tanqid qilish uchun hamda muhim taklif material, misol sifatida qo'llanadi.